ota-ona urushib qoldi. Farzand kim taraf bo'lish kerak? Ota-ona urushib qoldi. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu va Asma binti Abu Bakr ikkalasi urushib qolishdi. Abdulloh ibn Zubayr eshik tagida turibdi. Eshik tagida turibdi Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu. Ona chaqiryapti bolani yordamga. Sahobalar paytida o'tgan voqea bu. Ota aytdi, "Kirsang onang bir taloq" dedi. Zubayr ibn Avvom ularda ham urush bo'lgan. Bo'ladi endi oila bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Turmush bo'lgandan keyin mushtob turish kerak. Kirsang onang bir taloq dedi. Abdulloh ibn Zubayr eshikda turibdi. Shunday kirdi, eshikni ochib onasidan chiqib ketdi. Bun dalil bo'ladi nimaga? Ota-ona urushgan paytda, ota-ona urushgan paytda ona ming nohaq bo'lsa ham farzand onasining oldiga tushish kerak. Onani himoya qilish kerak. Onasining oldida turib berish kerak.